Voyinkomat xodimi to'g'ridan to'g'ri uyga kelsa, ayniqsa uyda pensioner ota-ona, yolg'iz yashaydigan keksalar yoki ro'yxatda turgan o'g'il, nabira bo'lsa, ko'pchilik vahimaga tushadi. Eshik taqillaydi. Harbiy hisob bo'yicha keldik. Hujjatlarni tekshiramiz, chaqiruv qog'ozini topshiramiz deyshadi. Mana shu vaziyatda odamlar eng ko'p xato qiladi. Kimdir qo'rqib imzo qo'yadi, kimdir eshikni ochmaydi, kimdir telefonini bermaydi. Kimdir esa umuman nima qilishni bilmaydi. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu faqat yoshlar masalasi emas, bu pensioner ota-onalar, vasiylar, uy egalari va harbiy ro'yxatda turgan har bir oila a'zosi masalasidir. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Voyinkomat uyga kelishi nimani anglatadi? Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlar so'raladi, qaysi joyda ehtiyot bo'lish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib, sizning uyingizda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar odamning o'zi voyinkomatga borishi orqali hal qilinardi. Masalan, harbiy hisobga turish, yashash manzili o'zgarganini bildirish, tibbiy ko'rikdan o'tish, hujjatlarni yangilash, chaqiruv qog'ozini olish kabi masalalarda odatda fuqaroga xabar berilar. U belgilangan kunda borardi. Lekin amaliyotda shunday holatlar ko'paydiki, odamlar manzilni o'zgartiradi, lekin harbiy hisobda eski manzil qoladi. Ba'zi yoshlar ishlash uchun boshqa viloyatga yoki chet elga ketadi, lekin hujjatlarda ota-onasining uyida ro'yxatda turadi. Pensioner ota-ona esa o'g'lim bu yerda yashamaydi deb tushuntiradi. Ammo tizimda u aynan shu manzilda ko'rinadi. Hozirgi o'zgarish shundan iboratki, harbiy hisob ma'lumotlarini aniqlashtirish, chaqiruv yoshidagi fuqarolarni topish, zaxirada turganlarni ro'yxatini yangilash. Ayrim hollarda chaqiruv qog'ozini yetkazish uchun mas'ul xodimlar mahalla profilaktika inspektori yoki boshqa vakillar bilan birga fuqarolarning yashash manziliga borishi mumkin. Bu har doim ham ertaga olib ketadi degani emas. Uyga kelishning o'zi hali yakuniy qaror emas. Bu ko'pincha ma'lumot tekshirish, hujjatni topshirish, kim qayerda yashayotganini aniqlash, aloqa raqamini olish, ro'yxatni to'g'rilash jarayonidir. Lekin eng katta muammo shundaki, odamlar huquqiy farqni bilmaydi. Chaqiruv qog'ozi nima, ogohlantirish nima, ma'lumotnoma nima, oddiy suhbat nima, majburiy olib ketish nima. Bularning hammasi bir-biridan farq qiladi. Men ko'p oilalarda shuni ko'rganman. Eshik oldida xodim turadi, keksalar hayajonlanadi, imzo qo'ying desa imzo qo'yadi. Keyin esa o'g'liga qo'ng'iroq qilib, senga qog'oz kelibdi, men olib qo'ydim dedi. Aslida esa har bir imzo nimani tasdiqlayotganini bilish kerak. Imzo bu faqat qog'oz olganini bildirishi mumkin. Lekin ba'zan qog'oz mazmunini tushunganini, belgilangan kunda kelishi shartligini ham tasdiqlaydi. Shuning uchun pensionerlar ayniqsa tayyor bo'lish kerak. Birinchi navbatda chaqiruv yoshidagi yigitlar haqida gaplashamiz. Agar oilada 12 yoshdan yuqori, lekin harbiy xizmat masalasi hali to'liq hal bo'lmagan yigit bo'lsa, u harbiy hisobda turishi kerak. Agar u o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma bo'lishi kerak. Agar sog'lig'i bo'yicha kechiktirish yoki yaroqsizlik masalasi bo'lsa, tibbiy hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Agar u boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, manzil masalasi aniqlashtirilgan bo'lishi kerak. Aks holda voyinkomat eski manzilga, ya'ni ota-onasining yoki buvisining uyiga keladi. Masalan, bir yigit Toshkentda ishlaydi, lekin ro'yxati Andijondagi ota-onasining uyida. Voyinkomat ma'lumotni ko'radi. Fuqaro shu manzilda. Xodim keladi, eshikni onasi ochadi. Ona, o'g'lim Toshkentda, men aniq manzilini bilmayman, telefoni bor deydi. Mana shu yerda to'g'ri harakat. O'g'lining telefon raqamini berish mumkin, lekin qog'oz mazmunini o'qimasdan imzo qo'yish kerak emas. Agar qog'oz aynan o'g'ilning nomiga berilgan bo'lsa, uni kim qabul qilayotgani, qaysi asosda qabul qilayotgani aniq bo'lishi kerak. Ota-ona qog'ozni olib qo'ysa, keyin men unga bermadim desa, muammo kelib chiqishi mumkin. Chunki amaliyotda oila a'zosi orqali xabardor qilingan degan holatlar uchraydi. Ikkinchi guruh zaxirada turganlar. Bu faqat yosh yigitlar emas. Harbiy xizmatni o'tab kelgan, harbiy bilet olgan, zaxiraga o'tkazilgan erkaklar ham ma'lum yoshgacha harbiy hisobda turadi. Ba'zan ular 35 yoshda bo'ladi, oilali, ishli bo'ladi. Mening harbiy xizmatim tugagan deb o'ylaydi. Xizmat tugagan bo'lishi mumkin, lekin harbiy hisob tugagan degani emas. Shuning uchun voyinkomat zaxiradagilar ro'yxatini yangilash uchun ham uyga kelishi mumkin. Bu holatda odatda harbiy bilet, pasport, yashash manzili, ish joyi,
telefon raqami, sog'liq holati haqida ma'lumot so'raladi. Masalan, 1-2 yoshli fuqaro ilgari harbiy xizmatda bo'lgan, hozir taksi haydaydi. Harbiy biletini yo'qotgan yoki eski uyda qoldirgan. Voyinkomat xodimi kelib, hujjatlarni yangilash kerak desa, odam darrov meni urushga olib ketishadi deb o'ylamasligi kerak. Ko'pincha bu hisobni tartibga solish bo'ladi. Lekin u beparvo bo'lib, 3 marta chaqiruvga bormasa, keyin ma'muriy javobgarlik, jarima yoki qo'shimcha tushuntirish talabi paydo bo'lishi mumkin. Muammo kelishning o'zida emas, e'tiborsizlikda paydo bo'ladi. 3-guruh pensioner ota-onalar. Ular o'zlari harbiy xizmatga chaqirilmaydi, lekin uy egasi ro'yxatdagi shaxsning qarindoshi yoki xabardor qiluvchi sifatida jarayonga aralashib qolishi mumkin. Pensioner odamlar ko'pincha hurmat yuzasidan xodimga ishonadi. Davlat idorasidan keldi, demak to'g'ri deb o'ylaydi. Men bu yerda shuni aytaman. Xodim bilan hurmatli gaplashing, lekin har bir qog'ozni o'qib chiqing. Ko'zoynagim yo'q, men tushunmadim. O'g'lim bilan gaplashib olay, qog'oz nusxasini qoldiring. Kim kelganini yozib olay deyish sizning huquqingiz. Hurmat boshqa, shoshilinch imzo boshqa. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensioner bo'lsangiz, harbiy ro'yxatda turmaydigan yoshda bo'lsangiz, uyda chaqiruv yoshidagi yoki zaxiradagi shaxs ro'yxatda turmasa, voyinkomatning kelishi odatda sizga bevosita majburiyat yuklamaydi. Lekin baribir eshik oldida ma'lumot so'ralganda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ayrim paytda uy manzili bo'yicha eski ro'yxat qolgan bo'ladi. Masalan, sobiq ijarachi shu manzilda ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. Yoki oldingi uy egasining o'g'li hisobdan chiqmagan bo'lishi mumkin. Shunda siz bu odam bu yerda yashamaydi, men uni tanimayman deb yozma yoki og'ziga tushuntirish berishingiz mumkin. Eng to'g'risi, agar noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, mahalla yoki tegishli idora orqali manzil ro'yxatini aniqlashtirishdir. Eng birinchi nozik jihat bu chaqiruv qog'ozining kimga topshirilganidir. Agar qog'oz fuqaroning shaxsan o'ziga berilsa, u belgilangan kunda borishi kerak. Agar u bormasa, sabab ko'rsatish kerak. Kasallik, safar, o'qish, ish, oilaviy og'ir holat, boshqa qonuniy sabablar. Lekin qog'ozni ona, ota, buvi yoki qo'shni olib qo'ysa, keyin bu qanday rasmiylashtirilgani muhim bo'ladi. Men pensionerlarga doim aytaman, o'zingizga tegishli bo'lmagan hujjatni olishdan oldin unda nima yozilganini o'qing. Agar tushunmasangiz, men bu qog'ozni olganim bilan fuqaroning o'ziga yetkazish kafolatini bermayman deb tushuntiring. Imzo qo'yiladigan joyda nima yozilganini ko'ring. Ikkinchi xavfli joy telefon orqali bosim. Ba'zan xodim keladi, uyda yigit yo'q. Onasiga hozir telefon qiling. Darrov kelsin deydi. Agar odam boshqa viloyatda yoki ishda bo'lsa, darrov yetib kela olmasligi mumkin. Bu holatda qachon kelish kerak? Qaysi xonaga, qaysi hujjatlar bilan, kimning oldiga degan aniq ma'lumotni yozib olish kerak. Bugun kelmasa bo'lmaydi degan gap bo'lsa, uning asosini so'rash kerak. Chunki rasmiy chaqiruvda sana vaqt va manzil aniq ko'rsatilishi lozim. 3-nozik jihat tibbiy holat. Ko'pchilik men kasalman deydi. Lekin qo'lda hujjat yo'q. Og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Agar yigitda yurak kasalligi, umurtqa muammosi, ko'rish pasayishi, operatsiya tarixi, surunkali kasallik bo'lsa, bularning hammasi tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Shifoxona ko'chirmasi, tashxis, tekshiruv natijalari, davolangan sanalar, dorilar, nogironlik bo'lsa nogironlik hujjati, dispanser nazoratida bo'lsa tegishli ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Men amaliy misol keltiraman. Bir yigit belim og'riydi deb aytadi, lekin hech qachon rasmiy tekshiruvdan o'tmagan. Komissiya oldida bu gap zaif ko'rinadi. Boshqa yigit esa MRT xulosasi, nevropatolog tavsiyasi, davolanish tarixini olib boradi. Bu mutlaqo boshqa holat. 4-nozik jihat o'qish va kechiktirish masalasi. Talaba bo'lgan yigitlar ko'pincha men universitetdaman, menga tegishmaydi deb o'ylaydi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma yangilanmagan bo'lsa, akademik ta'til bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, kontrakt to'lanmagani sababli maqomi o'zgargan bo'lsa, voyinkomat buni aniqlashtiradi. Masalan, talaba sentabrda o'qishga kirgan, lekin harbiy hisobga ma'lumot yetkazmagan. Tizimda u oddiy chaqiruv yoshidagi fuqaro bo'lib turadi. Xodim uyga keladi, ota-onasi u o'qiydi deydi. To'g'ri javob: o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma olib, voyinkomatga taqdim qilish. 5-nozik jihat chet elda bo'lganlar. Agar fuqaro Rossiya, Turkiya, Koreya, Qozog'iston yoki boshqa davlatda ishlayotgan bo'lsa, lekin harbiy hisobda O'zbekistondagi manzilda tursa, voyinkomat uydan so'raydi. Bu yerda ham ota-ona u chetda deb aytish bilan cheklanib qolmasligi kerak.
Pasportdagi chiqish kirish ma'lumotlari, ish shartnomasi, yashash ruxsatnomasi, o'qish hujjati yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Albatta, har bir holat alohida ko'riladi, lekin hujjat bor joyda tushuntirish osonlashadi. 6-chi nozik jihat eshikni ochish va uyga kiritish masalasi. Agar xodim kelgan bo'lsa, avvalo kimligini so'rash kerak, familiyasi, lavozimi, qaysi idoradan kelgani, xizmat guvohnomasi, nima sababdan kelgani. Bu odobsizlik emas, bu oddiy xavfsizlik. Hozir turli firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Kimdir voyinkomatdanman deb pul so'rashi, hujjat so'rishtirishi, pasport nusxasini olib ketishga urinishi mumkin. Rasmiy xodim odatda o'zini tanishtiradi, sababini aytadi, zarur hujjatni ko'rsatadi. Agar siz shubhalansangiz, voyinkomatning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qilib tekshirishingiz mumkin. 7-chi nozik jihat pul masalasi. Hech qachon eshik oldida masalani hal qilib beramiz. Ro'yxatdan chiqaramiz, chaqiruvni yopamiz, bilet qilib beramiz degan gaplarga pul bermang. Bu juda xavfli. Birinchidan, firibgarlikka uchrashingiz mumkin. Ikkinchidan, pora bilan bog'liq jiddiy javobgarlik paydo bo'lishi mumkin. Harbiy hisob, tibbiy ko'rik, kechiktirish, yaroqlilik yoki yaroqsizlik masalalari hujjat va qonuniy tartib orqali hal qilinadi. Agar kimdir pul so'rasa, uning ism familiyasini yozib oling. Imkon bo'lsa guvoh bo'lsin. Rasmiy idoraga murojaat qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Uyga voyinkomat xodimi kelsa, aniq nima qilish kerak? Men buni har bir o'ylagan. Ayniqsa pensioner ota-onalarga oldindan tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Birinchi qadam, xotirjam bo'ling va eshik oldida shoshilmang. Vahima qilsangiz, noto'g'ri gapirib qo'yishingiz, kerak bo'lmagan hujjatni berishingiz yoki mazmunini o'qimay imzo qo'yishingiz mumkin. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, qaysi masala bo'yicha keldingiz deb so'rang. Familiya, lavozim, idora nomi va telefon raqamini yozib oling. Agar xodim guvohnoma ko'rsatsa, diqqat bilan qarang. Ikkinchi qadam, hujjatni to'liq o'qing. Agar qog'oz bo'lsa, unda kimning ismi yozilgan, qaysi sana, qaysi vaqt, qaysi manzil, nima sababdan chaqirilayotgani ko'rsatilganmi? Shuni tekshiring. Agar o'zingiz tushunmasangiz, men hozir farzandimga yoki qarindoshimga qo'ng'iroq qilib o'qitaman deng. Pensionerlar uchun bu juda muhim. Ko'z yaxshi ko'rmasa, mayda yozuvni o'qiy olmasa, imzo qo'yishga shoshilmang. 3-chi qadam, o'zingizga tegishli bo'lmagan majburiyatni olmang. Agar qog'oz o'g'lingizga, nabirangizga yoki boshqa qarindoshingizga tegishli bo'lsa, uni olishdan oldin men faqat xabar berishim mumkin. Lekin uning belgilangan kunda bo'lishini kafolatlay olmayman deb aniq ayting. Agar imzo qo'yish talab qilinsa, nima uchun imzo qo'yayotganingizni yozuvdan tushuning. Imzo oldim degan ma'nodami yoki yetkazishga majburman degan ma'nodami farq katta. 4-chi qadam, oilaviy hujjat papkasini tayyorlab qo'ying. Har bir oilada alohida papka bo'lishi kerak. Unda pasport nusxalari, harbiy bilet yoki chaqiruv guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa hujjatlar, chet elda bo'lsa chiqish kirish yoki yashashga oid ma'lumotlar. Telefon raqamlari bo'lishi kerak. Bu hujjatlar tartibli bo'lsa, voyinkomatga borish ham oson bo'ladi. Uyga kelganda ham tushuntirish aniq bo'ladi. 5-chi qadam, agar yigit boshqa manzilda yashasa, buni rasmiylashtiring. U Toshkentda, u ijara uyda, u chetda degan og'zaki gap muammoni to'liq hal qilmaydi. Yashash manzili, vaqtincha ro'yxat, ish joyi, o'qish joyi bo'yicha ma'lumotlarni tartibga soling. Harbiy hisob bo'yicha ham manzil o'zgarishini vaqtida bildirish kerak. Aks holda har safar eski manzilga kelishadi va pensioner ota-ona bezovta bo'ladi. 6-chi qadam, tibbiy masalani oldindan tayyorlang. Agar farzandingiz sog'lig'idan shikoyat qilsa, buni uyda aytib yuradigan gap darajasida qoldirmang. Poliklinikaga boring, mutaxassis ko'rigidan o'ting, tahlil, tekshiruv, rentgen, MRT yoki boshqa zarur tekshiruvlarni rasmiy qiling. Har bir tashxis qog'ozda bo'lsin. Tibbiy komissiya oldida aynan hujjat gapiradi. Men ko'p marta ko'rganman, odam kasal bo'lsa ham hujjati bo'lmagan uchun o'zini isbotlashga qiynaladi. 7-chi qadam. Voyinkomatga borish kerak bo'lsa, yolg'iz va tayyorgarliksiz bormang. Bu qo'rqish kerak degani emas. Bu tartib degani. Hujjatlarni olib boring, savollarni oldindan yozib oling. Qaysi xona, qaysi mutaxassis, qaysi muddat ekani aniqlang. Agar pensioner ota-ona farzandi bilan borayotgan bo'lsa, keraksiz bahslashmasin, lekin hamma narsani yozib borsin. Qaysi hujjat topshirildi, kim qabul qildi, qachon javob beriladi. Bularni yozib olish keyinchalik foyda beradi. 8-qadam,
Nizoli vaziyatda og'zaki tortishuvga kirmang, yozma murojaat qiling. Agar sizga noto'g'ri munosabat bo'ldi deb o'ylasangiz, hujjatni qabul qilishmadi. Tushuntirish berishmadi. Asossiz bosim bo'ldi deb hisoblasangiz, rasmiy ariza yozing. Arizada familiya, manzil telefoni, voqea sanasi, kim bilan gaplashganingiz, nima talab qilganingiz va qanday javob olganingizni aniq yozing. Hissiyot bilan hammasi yomon deb yozishdan foyda kam. Aniq faktlar yozilsa, javob olish osonlashadi. 9-qadam pensionerlar uchun alohida qo'ydi. Uyda yolg'iz bo'lsangiz, notanish odamni darrov ichkariga kiritmang. Eshik zanjiri bo'lsa, undan foydalaning. Qo'shnini chaqiring yoki farzandingizga telefon qiling. Hujjatni eshik oldida ham ko'rish mumkin. Agar xodim rasmiy bo'lsa, sizning ehtiyotkorligingizni tushunadi. Firibgar esa odatda shoshiradi, qo'rqitadi. Hozir bo'lmasa, kech bo'ladi deydi. Ana shunday shoshirishning o'zi shubhali belgi. 10-qadam farzandlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Ko'p pensioner ota-onalar farzandining qayerda ishlashini, aniq manzilini, hujjatlari qayerdaligini bilmaydi. O'zi biladi deyshadi. Lekin voyinko'mat uyga kelganda aynan ota-ona javob berishga majbur bo'lib qoladi. Shuning uchun oilada kelishib oling. Agar kimdir kelsa, kimga qo'ng'iroq qilinadi, qaysi papkada hujjatlar turadi, qaysi raqamlar yozilgan, qaysi ma'lumotni berish mumkin, qaysisini faqat fuqaroning o'zi aytadi. Bu oddiy tayyorgarlik katta asabni saqlaydi. Yana bir muhim masala, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ishonib qolmang. Hamma pensionerlarning uyga kelishyapti, hammani olib ketishyapti. Imzo qo'ysangiz tamom degan gaplar ko'pincha yarim haqiqat yoki umuman noto'g'ri bo'ladi. Ha, voyinko'mat uyga kelishi mumkin. Ha, hujjat topshirishi mumkin. Ha, harbiy hisobni tekshirishi mumkin. Lekin har bir holatning huquqiy asosi, tartibi va hujjati bo'lishi kerak. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, tartibni bilish. Men yana shuni ta'kidlayman, harbiy hisob masalasi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bormayman. Topolmaydi. Manzilni aytmayman degan yondashuv keyin katta muammo keltirishi mumkin. Shu bilan birga nima desa imzo qo'yaman, nima desa beraman degan yondashuv ham xato. To'g'ri yo'l o'rtada, qonuniy tartibga rioya qilish. Hujjatlarni tayyorlash, chaqiruv bo'lsa borish, sabab bo'lsa tasdiqlash, huquqingiz bo'lsa talab qilish. Demak, voyinko'matning uyga kelishi har doim ham dahshatli holat emas, lekin beparvo qaraydigan masala ham emas. Eng muhimi, kim kelganini aniqlang, hujjatni o'qing, imzoni shoshilmasdan qo'ying, o'zingizga tegishli bo'lmagan majburiyatni olmang, farzandingiz yoki qarindoshingizning harbiy hisob hujjatlarini tartibga keltiring. Pensioner ota-onalar ayniqsa tayyor bo'lishi kerak. Chunki ko'pincha xabar aynan ularning uyiga keladi. Agar sizning uyingizga ham voyinko'mat xodimlari kelgan bo'lsa, izohlarda yozing, qanday savol berishdi, qanday hujjat so'rashdi, qanday vaziyat bo'ldi. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani ortiqcha qo'rquvdan, noto'g'ri imzodan va keraksiz muammodan saqlab qolishi mumkin.